Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. 2009-yil 26-iyun kuni. Bu kun Uyg'urlarning hozirgi zamon tarixidagi burilish xarakterli voqealarning biri bo'lgan qonliq Shougan voqeasi yuz bergan kun. 12 yil avval yuz bergan bu voqea Uyg'urlarning tarixidagi yana bir ochiq sahifaga aylangan. 2009-yil 26-iyun kuni Guangdongning Shougan shahridagi Shuri o'yinchiq zavodida ishlayotgan 800 dan ortiq Uyg'ur yosh ishchilar kechilik uyqusini uxlayotganda Xitoylarning tor betida e'lon qilingan Uyg'ur ishchilar Xitoy qiziga bosqinchilik qildi degan yolg'on xabarga asosan 10 mingdan ortiq Xitoy ishchilari rahimsizlarcha Uyg'ur ishchilarga hujum qilib, ularni o'ldirgan. Azaldan millatlar siyosatida Xitoychilik ideyasini aks ettirib kelgan Xitoy tajovuzchilari odam urg'uchilarning Xitoy bo'lgani uchun ularga yon besib javobgarlarni surishti qilmagan. Bu ishga narozi bo'lgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur yoshlari 5-iyul kuni Xitoy hukumatidan o'z qarindoshlarining o'limi uchun adolat talab qilib, tinchlik bilan namoyish qilgan. Ammo Xitoy hukumati xalq maydonida bu ishga qatnashgan Uyg'ur yoshlarini qo'ral kuchi bilan bostirib tutgan qolgan. Natijada tinchlik bilan ilib berilgan namoyish to'qinishga aylangan. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston surgun hukumati muhojiratdagi barliq Sharq Turkistonliklarni Xitoyning qora yuzini dunyoga to'ntish uchun namoyish qilishga chaqiriq qildi. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanlarniki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi so'zishimning sababi hammanlarniki bilganidek, oldimizda 7-oyning 5-si Urumchi qirg'inchiliqninki yil xotirlashi. Mush munosabat bilan va Sharq Turkistondagi davomlashayotgan Xitoyninki irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyat harakatlariga qarshi dunyoning har qaysi joylarida, ya'ni Sharq Turkiston xalqlari joylashgan har qaysi joylardagi qarindoshlarniki, tashkilotlarniki namoyish uyushtirib, xalqimizni birlikka bir yerga kelib, xalqaro bo'libmi shu bizga sohibxonlik qilayotgan davlatlarga, ya'ni bizga shu sohibxonlik qilayotgan davlatlarni harakat chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro hozir hammamizdan, ya'ni millatimizga qarayotdi. Bizdan bir narsa kutyotdi, harakat qilishimizni, signal berishini kutyotdi desak bo'ladi. Uzunning yazı jimjitlab ketib boryapmiz aziz qarindoshlar. Biz xalqimiz uchun shu Sharq Turkistondagi qirilayotgan turmalarda, kamplarda o'ltirilayotgan, xo'rlik ko'rayotgan, bosqinchilik uchrayotgan ota-singillarimiz, qarindoshlarimiz, onalarimiz, qizlarimiz Xitoyninki atalmış balalarni o'qitish maktablarida, ya'ni balalar uchun yasalgan kamplarda 850 mingdan ortiq shu balalarimiz uchun harakat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Millatimizning kelgusi uchun harakat qilishimiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun siyosiy ko'z qarashlarimni va yoki shaxsiy ziddiyatlarini qayirib qo'yib, dunyoning har qaysi joylarida bizning Sharq Turkiston xalqimiz yashayotgan har qaysi joylarda, mayli Turkiyada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, birlikda namoyish qilib, xalqaroga bizningki tek o'lmaganligimizni, davlatimizni asli keltirish uchun kuch harakat qila oladiganligimizni, o'tirg'i chiqa oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va xalqaroni bu Sharq Turkistondagi Xitoyninki necha 10 yillarning, ya'ni 71 yilning yozi surayotgan ishg'oliyatini, mustamlikachilikni va irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishni chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizningki hammamiz
İlaç başı özümüzün turuşluq dövletininki ya parlamenti aldı da en yaxşı Taşqı İşlar Ministerliği aldı da qeygimiz yaxşıra. Eğer o bolmay qalsa parlamentleri aldı da bu namayişimizni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xitoyninki konsulxonasiga berib, elchixonasiga berib, u yerda baqirib, jaqirib o'tirsak-mı baribir o'xshash. Xitoy ya yuz qizirmaydi, ya nim qilmaydi, baribir o'xshash. Ya'ni shu bizni qirimiz deb yo'lini shu qilayotgan harakatlarimiz davom qildi aziz qarindoshlar. Biz xalqaroni bizga tortishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz xalqaroga bizninki o'lmaganligimizni isbotlashimiz kerak aziz qarindoshlar. Bir kunda bir vaqtda chiqa oladiganligimiz, ko'chaga to'kila oladiganligimizni ko'rsatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va hammamizningki talabimiz o'xshash bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishini, davlatimizningki mustaqilligini asli keltirish uchun bizga barliq imkoniyatlar bilan yordam berishni talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizning mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib aziz qarindoshlar, bizning ne kishilik huquqimiz, ne diniy erkinligimiz, ne ota-onamiz bilan, qarindoshlarimiz bilan adli tilpin so'zishmi haqqimiz yo'q aziz qarindoshlar va bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Xitoylarniki nurg'un uyallarga aldanib kip bo'ldik tarixdan beri. Bu en ağırlık fırsat biz için aziz qarindoshlar. Biz bu fırsatni qo'ldan keltirib kelsak, bizningki kelgusimiz tamamen yo'qoladi aziz qarindoshlar. Kelgusimiz bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Meyli Xitoy kompartiya bo'lsin, meyli milletçisi Gomindan bo'lsin, meyli hozir chiqayotgan atalmış demokratlar bo'lsin, demokratchilar bo'lsin, hammasiningki niyati o'xshash Sharqiy Turkiston masalasi kelgan chaqlar. Annisi yani şu Şarkı Türkistan'ı meniki kılman deydi. Yani şu bizden halkımızı kırıp yıktıman deydi aziz qarindoshlar. Biz düşmanımızla tunuşumuz gerek. Düşmanlarımız bizle tunup oldu. Düşmanlarımız bizge meyli demokratçısı olsun, meyli Gomindançısı olsun, meyli kompartiyası olsun, meyli başka türlü kalpaklarını kiyip çıkan olsun. Annisi Şarkı Türkistan meselesi kelgen çağda. Bizninki insandek yaşaş. Mustaqil yaşımızga qarşı aziz qarindoshlar. Şunun için biz ular bilan hamkorlik qilib, unda bu ishlarga yaqinlatmasligimiz kerak, yaqinlamasligimiz kerak. Aldanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz ko'chaga to'kilishimiz kerak. Biz mush xalqaro irqiy qirg'inchiliklar o'tdi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligimiz uchun. Ammo bu yetarli emas. Xalqimiz kunda qirilyapti. Künde öldürülatıdı, künde baskınçılık uçuratıdı, künde organlar şükep gidiyordu. Bunu to'xtatishga amaliy harakat qilishing kerak ey dunyoda, biz xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun men yana deydiganim, dunyoning har qaysi joylaridagi, qaysi tashkilotdan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi dinchi bo'lamsiz, demokratçı bulamsınız, milletçi bulamsınız, başka ulaşınızın kat'i nazar. Eğer kichikina vicdanınız olsa, hakikaten vatanim deydigan bolsanız, xalqim deydigan bolsanız, oturup chiqsiz. Ve şu o'zingizning turishlik davlatlarimizdagi, atrofimizdagi, shu yerdagi jamoatni bir yerga to'plab, shu davlatning ya Tashqi ishlar ministerligining oldida, ya parlamentining oldida çoğun ko'lamli namoyish qilib, xalqimizningki talablarini, orzularini xalqaro bildirishimiz kerak va xalqaroni harakatga chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro bizning harakatimizni, bizningki o'ri tura oladiganligimizni ko'rgandan keyin, undan keyin bu millat o'lmabdi. Ular bilan harakat qilsak, bizning yuzimizni rasvo qilmaydigan rəsva qılmaydigan boldu, rəsva qılmaydı ki, deb, ondan keyin biz kişinib, yani umumiy xalqimizga kişinib, bizga resmiy harakat qilishga, yordam qilishga boshlaydi aziz qarindoshlar. Shu hammanglarni bu videoni taqib qo'yishinglarni chaqiriq qilaman aziz qarindoshlar. Allohdan hammanglardan rozi bo'lsin, kechiringlar.
Allah'ın emrimizge birlik, beraberlik tileyme. Emrimizge, umumi milletimizge güç, kudret, cesaret ata kılışını tileyme. Halkımızdaki bu kırgınçılıktan, bu mustemlikçilikten, bu ırkı kırgınçılıktan, bu işgaliyetin tizden kutuluşumuzga yardımcılarını ivatişiga tileyme. Ve emrimizni bir-birimizge, bolupmu davamızga, devletimizge, milletimizge bilip bilmey hıyanet kılıştın sapsın ve hainlani etrafımızın özgünki bilginç bilen etrafımızın yok aslında inşallah. Allah'ın adı razı olsun. Programımız yaxtırıp ko'yganlarga rahmat. Görüşküçe aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.